Assalomu alaykum. Mening ismim Nilufar Nuriddinova, 6-sinf o'quvchisiman. Bugun tarbiyalanish epidemiyasi va natijasi haqida suhbat yuritmoqchiman. Tabaqalanish epidemiyasi, raqamli kasta va sivilizatsiya. Har doim tabaqalanish degan gap suhbat yuritilgan bizda kambag'al va boy o'rtasidagi tafovut esimizga tushadi. Bu oddiy holat, lekin hozirgi vaqtda shu asrda, taraqqiyot asrida bu oddiy narsadek gap. Hozirda esa biz ko'plab chegaralar qo'yilgan. Masalan, o'zimizni ongli ravishda fikr bildirishimiz imkoniyatlarimiz algoritmlarimiz bilan o'lchanmoqda. Bu sivilizatsiyaning yangi ko'rinmas devori. Algoritmik kasta, raqamli devorlar. Ilgari tabaqalanish g'ishtli devorlardan qurilgan bo'lsa, hozir ko'rinmas devorlardan qurilyapti. Biz axborot asrida yashayapmiz deb doim bahona qilamiz. Aslida esa axborot asri bizni boshqarmoqda. Bir qatlam texnik elita bilan dunyoni boshqaruvchi ma'lumotlarga ega bo'lsa, boshqalari esa ko'pchilik faqat iste'molchi degan past darajali yorliq bilan cheklanmoqda. Biz yaratgan raqamli dunyo yangi turdagi kasta tizimini shakllantirdi. Siz ko'rayotgan ideal, ya'ni fit tasma, sizga kelayotgan ma'lumot bu sizning ijtimoiy qafasingizdir. Biz endi bir xil haqiqatda yashayapmiz. Biz axborot tufakchalari ichiga qamalgan alohida dunyochalardamiz. Natija ijtimoiy inersiya va ishonch bo'limi. Bunday holatdan keyin biz nima natijalar kutishimiz mumkin? Albatta bu natija epidemiyaning yakuniy natijasi bu umumiy ishonchsizlik. Tabaqalanish bor joyda birdamlik oladi. Yuqori qatlam pastdagilarni omadsizlar deb atashda, quyi qatlamdagilar yuqori qatlamdagilarga hasad va nafrat bilan qaraydi. Biz bir havoni yutsak-da, bir-birimizni baxtimizni, quvonchimizni, qayg'uyimizni, tashvishlarimizni hech qachon his eta olmaymiz. Buni yo'qotishning ham o'z samarali usullari ham bor. Agar biz faqat yaxshi ishlaydigan, mukammal insonlar deb biladigan insonlarimizni, jamiyatdagi insonlarni oldinga ularning fikrlarini qabul qilsak, bunda o'sish emas, balki qulash sodir bo'ladi. Va bu tanlanganlar uchun jannat va qolganlar uchun esa ko'rinmas qamoqxonaga aylanishi mumkin. Epilog, tizimni qayta yuklash. Xonimlar va janoblar, bizga yuzaki islohotlar yoki xayriya jamg'armalar, xayriya bazmlar emas, oddiygina insoniylik hislati ham yetib ortadi. Agarda biz o'sha hislatlarimizni o'zimizga jam qilsak, balki bu muammoni ham o'zimiz yengib chiqishimiz mumkin. Tabaqalanish devorlari buzish. Bu hamma bir xil bo'lish kerak degani emas. Bu har bir inson o'zining ijtimoiy yorug'idan qat'iy nazar munosib yashash va fikrlash huquqiga ega bo'lishdir. Demokratik davlat deganda biz doim erkin narsalarni his etamiz, lekin ba'zi demokratik davlatlarda tabaqalanish yuz beradi. Masalan, oddiy yuksalgan davlatlarda ham ba'zi joylarda tabaqalanish bo'lishi mumkin. Bu oddiy maktablarda ham sodir bo'ladi. Unutmang, eng baland devorlar g'ishtdan emas, kibrdan va loqaydlikdan quriladi. Agar biz kibrli va loqaydlik bo'lsak, boshqalarni mensimaymiz va bu ham bir omil bo'lishi mumkin. Keling, o'sha devorlarni bugun shu yerda o'z ongimizda buzishni boshlashimiz kerak va boshlaymiz ham. So'nggi so'z. Zero haqiqiy taraqqiyot eng yuqori qatlamning hashamati emas, balki quyi qatlamning imkoniyatlaridan kelib chiqadi.